Barchaga assalomu alaykum. Aka parvozlar. Bugun bir ajoyib yangiligimiz. Akamiz oldiga kaptarlarni tomosha qilgani kelganmiz. Sizlarga shu qatori bir ko'rsatib o'tib ketmoqchiman. Akamiz kaptarlarini ko'pini bizdan olgan, to'g'risini aytamiz. Hop, bitta o'g'il odamimiz bor. O'ta bir go'zal o'g'il odamimiz, shuni ko'rsatib o'tib ketmoqchiman sizlarga. Modani ko'ringlar. Привозной moda. O'zim akamizga berganmiz bu modani. Ko'ringlar-chi, ko'zlarda. Ayollarni ko'ringlar. Toza moda, oq moda. Bu gentaligi вообще bitta o'qnar berolmaysiz ham aka. Qarashini bilgan. Zo'r zakon yo'qlar edi birisi. O'lgan deb qaro. O'lib qolmadi. O'tgan qishda o'ldi. Eng qizig'i bor, akamizning oq qo'shto'lar bor, oq qo'shto'lar ashe. Bilmayman bu necha yashar bo'ldi aka bularning? 13, 14 yashardi. Ya bir daha kelgansiz aka. Ha. Oq qo'shto'lar, eski oq qo'shto'lar, ko'y tumshu ko'jay. Tarifi kuchli bu. Bu mashina qizi bo'ladi mana bu. Tegan aka. Mana bunu sochdi. Menga gul yoqadi. Qaysidan chiqdi aka? Boshoqdan-da. Boshoqdan chiqdimi? Gullardan o'tib birlikda chiqibdi mana shu sochdan. Hech emasdi. Kallalar ham figura chiqqanda. Xotin. Moda chiqqan. O shuni gapi o'tibdi. Yana men ko'rmaganlardan qani, qaysi? O'zim bir yilni ochiq bo'lmadi akamiznikida. Oqboshlar ko'rmagansiz. Qanotim yo'q. Nima qanot bor? Ha, qanot bor ekan. Qaysi bittasi qanot yo'q o'tgan safar. O'qosh moda, beloq moda ekan. Go'zal ekan, ammo ko'z tegmadi. Xudo barakasini bersin aka. Hop. Mana shu qora modani ham men berganman. Voy, parlarni yulib tashladik-ku buni. Bechorani. Buni ham zo'rsiz. Shu qora modani akamizga bir paytlar men berganman. Buni otasi o'zimda yurganli qora nar oqvoshga juplangan. Ashini qizi mana shu. Eski urug' qoralarimdan. Haligi menda oqvosh nardi primo ukasini ko'rsataman. Ke. Kapillama. Shu menda oqvosh nardi ukasi bo'ladi mana shu, adnakinovskasi bo'ladi. Motomonga o'tib oling-da. Ko'ringlar bir akalar. O'chiring aka.